Assalomu alaykum kanalimiz obunachilar hamda YouTube foydalanuvchilari. Bugungi video roligimizda $499 dan $1555 bo'lgan notebooklarning narxlari, parametrlari va obzorlari bo'lib o'tadi. Bugungi video roligimizda qanaqa notebooklar bo'lishini oldindan ko'ra olamiz. Birinchi notebookimiz Acer Nitro 5 modelidan, keyingi modelimiz Asus TUF Gaming A15, keyingi modelimiz Samsung modelidan, keyingi modelimiz Asus TUF Gaming A15, keyingi modelimiz Acer Nitro V15 modelidan va oxirgi videomiz yakunlab beradigan model Asus ROG Strix Scar 17 modellaridan bo'ladi. Xudo xolasa bugungi video roligimizda barchasini parametrlari va to'liq holatlari bilan to'liq tanishib chiqish imkoniyati sizlarda mavjud bo'ladi. Sizlardan ham ko'p vaqtingiz olmagan holda birinchi bo'lib Nitro 5 modelidan obzorlarimizni boshlaymiz. Notebookimiz barcha ushbu videomizdagi notebooklarimiz ozgina ishlatilgan holatlari yaxshi ideal holatdagi notebooklar bo'ladi. Albatta bo'ladi, barchasining garantiyalari mavjud. Notebookimiz holatlariga keladigan bo'lsak, ideal holatda o'zingizlar ham ko'rib turgan bo'lsanglar kerak, matiy holatda turibdi. Notebookimizning to'liq korpusi premium plastmassalardan foydalanilgan bo'ladi. Ichki, tashqi, ust korpuslari ham premium plastmassalardan foydalanilgan. Ust korpuslari ham juda ham yaxshi, zo'r holatda turibdi. Qo'shimchalariga keladigan bo'lsak, qo'shimchalari 12 rangda RGB podshetkalari bor. Laptopimizda 15.6 dyumli Full HD IPS 144 Hz displeylar joylashtirilgan. Parametrlariga keladigan bo'lsak, laptopimizda Intel Core i5 12500H protsessorlar joylashtirilgan. 12 yadro 14 potok 3.10 Hz dan boshlanib, max boostda 450 Hz gacha bemalol razgomol oladi. Tezkor xotiralari 16 GB lik DDR4 3200 MHz. Buni yana bemalol 32 GB gacha upgrade qilish imkoniyati sizlarda mavjud. Doimiy xotiralariga keladigan bo'lsak, 512 GB lik NVMe M.2 SSD bo'ladi. Notebookimizning video kartalari ham naqd ikkita. Birinchi video kartasi ekonomik ishlovchi Intel UHD, ikkinchi kuchli dasturlar uchun mo'ljallangan video kartasi Nvidia GeForce RTX 3050 4 GB video kartalari bor. Bu video karta bilan boshlang'ich video montajyorlar, boshlang'ich grafik dizaynerlar o'rganib ishlasa bo'ladi. Undan tashqari yana kim motion animatsiyaga qiziqadigan bo'lsa ham bemalol o'rganish uchun juda ham ideal va byudjetli video karta hisoblanadi. Bundan tashqari yana qaysi soha vakillariga tavsiya beramiz? Programmistlar, kiberxavfsizlik sohasidagilarga, undan tashqari logistika, trader, o'qituvchi, studentlar uchun ham tavsiya berib qolamiz. Notebookimizning narxiga keladigan bo'lsak, notebookimizning narxini YouTube'dagi mijozlarimiz uchun, aynan YouTube'dagi mijozlarimiz uchun $499 qilib beramiz. Bu narx qachon amal qiladi? YouTube kanalimizga obuna bo'lgan bo'lsangiz, keyin bu narxga olib ketsangiz bo'ladi. Notebookimizni ham sizlar uchun olib qo'yamiz, bemalol kelib xarid qilish imkoniyati bor. Agar sizlar boshqa viloyatda bo'ladigan bo'lsanglar, mutlaqo tekin 12 ta viloyatga dastavkalarimiz bor. Undan tashqari yana davlatlarga ham dastavkamizni yo'lga qo'yganmiz. Agar siz Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Rossiya davlatlarida bo'ladigan bo'lsangiz, shu qo'shni davlatlarda bo'ladigan bo'lsangiz, qo'shni davlatlarga ham kelishilgan holda dastavkalarini qilib beramiz. O'zbekiston bo'yicha bo'lsa, dastavkalari bepul. Obzorimizdagi ikkinchi modelimiz Asus TUF Gaming A15 modelidan. Notebookimizning holatlari juda ham yaxshi, zo'r holatda turibdi. Notebookimizning ichki va tag korpuslari premium plastmassalardan foydalangan bo'ladi. Ust korpuslari esa alyumin korpusli bo'ladi. Qo'shimchalarga keladigan bo'lsak, to'liq notebookimizda 12 rangda RGB podshetkalari bor. Buni bemalol sizlar yana Armoury Crate programmasi orqali har xil rangda sozlab olish imkoniyatiga egasizlar. 15.6 dyumli Full HD IPS 144 Hz Adaptive Sync displeylar bilan jihozlangan bo'ladi. Notebookimizda AMD Ryzen 7 6800H protsessorlar joylashtirilgan, 8 yadro 16 potok, har biri 320 Hz dan boshlab max boostda 470 Hz gacha bemalol razgomol oladi. Tezkor xotiralari 16 GB lik, buni yana sizlar bemalol 32 GB gacha upgrade qilish imkoniyatingiz bor. Doimiy xotiralariga keladigan bo'lsa, 512 GB lik NVMe M.2 SSD bo'ladi. Buni ham istalgancha kuchaytirsangiz bo'ladi. Notebookimizning video kartasi ham ikkita. Birinchi video kartasi AMD Radeon TM ekonomik ishlar uchun, ikkinchi kuchli dasturlar uchun, kuchli o'yinlar uchun Nvidia GeForce RTX 3050 Ti 4 GB lik video kartalari bor. Bu notebookimiz kimlar uchun to'g'ri keladi? Boshlang'ich 3D Max o'rganayotgan mijozlarimiz uchun, boshlang'ich video montajyorlar uchun, boshlang'ich grafik dizaynerlar uchun, kiberxavfsizlik sohasidagi va programmistlar uchun, undan tashqari o'qituvchi, studentlar ham bemalol olib ketsa bo'ladi. O'yinlardan CS2, GTA 5, Dota xohlagan o'yinlarda o'ynasanglar bo'ladi, har xil nastroykalarda. Bu notebookimizning narxini YouTube'dagi mijozlarimiz uchun, obunachilarimiz uchun $535 qilib beramiz. $535 narx faqat obuna bo'lganlar uchun amal qiladi. Core i5 RTX 3050 video kartali notebookning narxida Ryzen 9 protsessorli hamda 3070 video kartali Samsung modelidan keldi.
Notebookimiz holatlari o'rtacha holatda ko'rishingiz mumkin. O'zingizlar ham ko'rayotgan bo'lsanglar kerak. To'liq oliy korpusi plastmassa korpus bo'ladi. Xo'p, usti korpuslari ham shunaqa plastmassa korpusda, holati yaxshi, o'rtacha holatda. Ekran dyumlari 15.6 dyumli Full HD IPS 144 Hz displeylari joylashtirilgan, 12 rangli RGB podsetkalari bor. Programmasini o'rnatib bemalol yana sozlasanglar bo'ladi. Parametrlariga keladigan bo'lsak, xo'p, Ryzen 9 5900HX protsessor, 8 yadro 16 potok, har biri 330 Hz dan boshlab 460 Hz gacha bemalol razgomol oladi. Tezkor xotiralari 16 GB DDR4 3200 MHz, doimiy xotiralari 512 GB. Video kartalari ikkita. Birinchi video kartasi AMD Radeon TM, ikkinchi kuchli video kartasi Nvidia GeForce RTX 3070 8 GB video kartalari bor. Bu notebookimizni kimlar uchun tavsiya beramiz? Kiberxavfsizlik sohasidagilarga, programmistlarga, videograflarga, video montajyorlarga, grafik dizaynerlarga, professional grafik dizaynerlarga tavsiya berib qolamiz. Bundan tashqari yana o'qituvchi, student, buxgalter, trader, logistika sohasidagi mijozlarimiz bo'lsa, bular ham bemalol olib ishlatsa bo'ladi. Qanaqa o'yinlar o'yna olaman degan mijozlarimiz bo'lsa, hamma o'yinda har xil nastroykalarda o'ynasanglar bo'ladi. Ayniqsa CS2 da maza qorasida, sababi CS2 da kamida 270 dan 300 FPS gacha bu notebookimiz beradi. Bu notebookimizni narxini YouTube'dagi mijozlarimiz uchun $555 qilib beramiz. Kompaniyani endi ishlatgan mijozlarimiz bo'lsa, bu kompaniya Samsung kompaniyasini Koreyadagi katta konkurenti hisoblanadi. Notebookimizni ham sizlar uchun olib qo'yamiz. 2025-yilda eng ko'p sotilgan modellardan Asus TUF Gaming A15 holati juda ham yaxshi, zo'r holatda esa ko'rishingiz mumkin. Ichki holatlari, to'liq holatlari juda ham yaxshi, zo'r holatda turibdi. To'liq oliy korpuslari plastmassa korpus bo'ladi. Qo'shimchalari 12 rangli RGB podsetkalari bor. Armoury Crate programmasi orqali soza olish imkoniyati sizlarda mavjud. Ekran dyumlari 15.6 dyumli Full HD IPS Adaptive Sync displaylari joylashtirilgan bo'ladi. Notebookimizda AMD Ryzen 7435HS protsessorlar joylashtirilgan, 8 yadro 16 potok, har biri 310 Hz dan boshlab 450 Hz da turbo boostda razgomol oladi. Tezkor xotiralari 16 GB lik, doimiy xotiralari esa 512 GB lik NVMe M.2 SSD bo'ladi. Video kartalariga keladigan bo'lsak, Nvidia GeForce RTX 3050 4 GB lik video kartalari bor. Bu video karta bilan boshlang'ich grafika sohalarini o'rgansanglar bo'ladi, boshlang'ich 3D Max da, boshlang'ich videografiya va montaj sohalarini bemalol o'rgansanglar bo'ladi. Notebookimizni narxini YouTube'dagi mijozlarimiz uchun $585 qilib beramiz. YouTube'da ko'pchilik so'ragan model Acer Nitro V15 modelidan. Notebookimiz holatlari absolutni ideal holatda, yangi qanday holatda bo'lsa, xuddi shunaqa holatda, to'liq oliy korpusi, ichki tagi, ust korpuslari premium plastmassalardan foydalanilgan bo'ladi. Bu notebookimizda 15.6 dyumli Full HD IPS 165 Hz displaylari mavjud. Qo'shimchalari to'liq oliy oq rangdagi podsetka keltiruvlar bor. Podsetka keltiruvlarini, kuler sozlamalarini va protsessorlarni Nitro Sense programmasi orqali bemalol bu notebookimizni ham sozlash imkoniyati bor. Intel Core i7 13620H protsessor, har biri 240 Hz dan boshlanib, max boostda 490 Hz gacha bemalol razgomol oladi. Tezkor xotiralari 16 GB lik, 5200 chastotali, doimiy xotiralari 512 GB lik NVMe M.2 SSD bo'ladi. Notebookimizda ham video karta ikkita. Birinchi video kartasi Intel UHD, ikkinchi video kartasi Nvidia GeForce RTX 4050 6 GB lik video kartalari bor. Bu video karta bilan sizlar bemalol video montaj sohalarida, 3D sohalarida va motion sohalarida, motion animatsiya sohalarida, grafika sohalarida bemalol ishlab o'rgansanglar bo'ladi. Bundan tashqari yana kiberxavfsizlik sohalarida, IT sohalarida ishlovchi bo'lgan mijozlarimiz uchun, studentlar uchun, o'qituvchilar uchun, o'quvchilar uchun va trader logistika sohasida ishlovchi mijozlarimiz uchun tavsiya berib qolamiz. Notebookimizni narxini YouTube'dagi mijozlarimiz uchun $695 qilib beramiz. Garantiyalari mavjud, notebookimizni ham sizlar uchun olib qo'yamiz. Bugungi video obzorimiz yakunlab beradigan model Asus ROG Strix Scar 17 modelidan. Yangisi narxi 35 million, buni narxi $1550, lekin yangi bilan bir xil holatda. Notebookimizni ta'riflab beradigan bo'lsak, naq 1 kun vaqt ketib qoladi. Sizlarga qisqa va kerakli informatsiyalar bilan tanishtirib bo'lishib o'tib ketaman. Notebookimizni birinchi o'rinda ekran dyumlari 17.3 dyumli Dolby Vision 2.5K 240 Hz 1100 nits G-Syncda to'liq qo'llab-quvvatlaydigan displaylari joylashtirilgan bo'ladi. Qo'shimchalari to'liq 16.8 million rangda yonadigan klaviatura podsetkalari bor. Buni Armoury Crate programmasi orqali bemalol soza olish imkoniyati bor. Bundan tashqari boshqa notebooklarda uchramaydigan notebookimizni tag korpusida ham
to'liq ledlari bor. Buni ham bemalol Armoury Crate programmasi orqali sozlab olish imkoniyati bor. Buni ham ranglari klaviatura bilan bir xil yonadi, integratsiyada yonadi. Va boshqa yana notebooklarda uchramaydigan bitta zo'r funksiyasi, orqasini logolari ham to'liq oq rangda yonib turadi. Notebookimizni endi parametrlari bilan sizlarni to'liq tanishtirib o'tib ketaman. Bu monstrimizda AMD Ryzen 9 7545HX protsessorlar joylashtirilgan, 16 yadro 32 potok, har bir 250 Hz dan boshlab 540 Hz gacha bemalol razgomala oladi. Cache pamplarini bitta ko'ringlar. Buni 3D da va montajda ishlaydigan mijozlarimiz juda yaxshi bilishadi. 64 MB lik juda ham katta. Hozirgi Core i9 14 pokoleniya protsessorlar bilan bir xil ishlay oladigan protsessor hisoblanadi. Tezkor xotiralari DDR5 32 GB lik 4800 chastotali tezkor xotiralar bilan jihozlangan. Doimiy xotiralari 1 TB lik Samsung firmasidan video kartalariga keladigan bo'lsak, video kartasi naqd 2 ta. Birinchi video kartasi AMD Radeon TM610M video kartasi bor. Ikkinchi kuchli ishlash uchun mo'ljallangan video kartasi Nvidia GeForce RTX 40 maloni ko'rsatish kerak 4090. Ikkinchi video kartasi Nvidia GeForce RTX 4090 16 GB lik video kartalari bor. Bu RAM emas, video kartani obyomi 16 GB lik. Bu video karta bilan istalgan o'yinda, istalgan ishda, istalgan hobbida bemalol ultra grafikalarda qilsanglar bo'ladi. Professional montajyorlar uchun, professional grafik dizaynerlar uchun, professional 3D Max ishlovchi mijozlarimiz uchun, bundan tashqari katta grafikali o'yinlarni maza qilib o'ynayman degan mijozlarimiz uchun tavsiya berib qolamiz. Notebookimiz umumiy holati juda ham yaxshi, zo'r, ideal holatda turibdi. Notebookimizni olishinglarni tavsiya berib qolamiz. Yangisi narxi hozirgi kunda 35 million. Notebookimizni bugungi kundagi, hozirgi kundagi YouTube'dagi mijozlarimiz uchun qo'yilgan narxi $1550 hisoblanadi. YouTube'dagi bor mijozlarimizga bu narx amal qiladi. Agar YouTube'ga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, afsuski bu narxni ola olmaysiz. Notebookimizni ham siz uchun olib qo'yamiz. Bemalol kelib olib ketsangiz ham bo'ladi. Agar Andijon shahrida bo'lsangiz, 100 gacha dastavka qilib beramiz. Istalgan notebookimizni boshqa viloyatda bo'ladigan bo'lsanglar, bitta pochtadan yetkazib beramiz. Shu kungacha olingan har bir videoda sovg'ali o'yinlar qo'yamiz. Bugungi videomizda ham shu an'anaga sodiq qolgan holda sovg'ali o'yin qo'yamiz. Ya'ni buning uchun nima qilish kerak? Shu video davomida so'z qoldirib ketganman. Shu so'zni birinchi bo'lib kommentariyada yozgan obunachimizga shu barafonni smart soatini sovg'a qilamiz. Agar Andijonda bo'ladigan bo'lsa, bemalol kelib olib ketsa bo'ladi. Agar boshqa viloyatda yutib oladigan bo'lsa, bitta pochta orqali chiqaraveramiz. Bugungi video roligimizni ko'pchilik obunachilarimiz kommentariyada so'ragan gaming notebooklar obzorlari bo'ldi. Albatta, keyingi video roligimizda qanaqa notebooklar bo'lishini yozib qoldiringlar. Xudo xolasa, sizlar yozgan notebook bizda bo'ladigan bo'lsa, albatta obzor qilib, to'liq narxlari bilan tanishtirib chiqish imkoniyati bizda bo'ladi. Sog' salomat bo'linglar.